3 xonali do'mingizni puliga mana shunaqa yangi hovliga alishtirgan bo'larmidingiz? Nima deysizlar? 100% pishgan g'ishtda qurilgan 4 ta xona, 1,5 sotix yer maydoniga ega bo'lgan, ixchamgina, akkuratning, yuqori sifatli remontlar amalga oshirilgan zo'r xonadon ekan. Kelib bitta ko'ringlar, sizlarga ham aniq yoqadi. Qaranglar, ikkita oila bemalol yashasa bo'ladi. Ikkita spalnisining ichida dushovlari ham qilingan ekan. Qaranglar, zo'r xonadon. Hovlisi ham kompaktli mana. Burchaklarni qaranglar, neobichniy qilingan, podvollari ham bor. Tashqarisida yana qo'shimcha hojatxona bor. Umumiy hisobda 4 ta sanuzel bor ekan. Mana bu oshxonasi bo'ladi. Qaranglar, orqa hovlilari bor. Kichkinagina bo'lsa ham kladovka sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Oshxonalari ham zo'r. Ixchamgina oilaga, 3 xonali domda yashab yurgan oilalarga juda ham zo'r. Toshmipostdan kirganinglarda Pobeda masjidining shunday ro'parasidagi mahallada joylashgan. O'kali foydalansanglar bo'ladi. $72,000 startli narx so'rashyapti. Bu lekin startli narx. Kelib bemalol narxni savdolashsanglar bo'ladi. Lekin xonadon zo'r, patologlari ham baland. Domdan ko'ra ancha yaxshi, ishonaveringlar. Suvlari, svet, gaz kommunikatsiyalari hammasi o'rnida. Bemalol kelib tekshiring. Erinmasdan kelib tekshirib, o'zingiz gapimga guvoh bo'lishingiz mumkin. Bunaqa yaxshi variant topa olmaysizlar, ishonib qo'ying.